Tracker 2 mashinasida kichkinagina xato $600 xarajatga tushdi. Xo'p, mana bu bitta rulovoy yechishganda mana bu narsa zavodskiy bog'langan. Mana shum izolyatsiya qilinayotganda, rulovoy yechilayotganda qo'l tegib ketib qolgan shunga. Shuni hisobiga bu положенияsi 5 gradus, 7 gradusga bunday burilib ketgan rul. Bo'ldi, bu уже rulovoy musorga chiqadi. Nimalar ishlamay qoladi? Zadniy urganda mana palasalar yurmaydi. Keyin slepoy zona, bokovoyda slepoy zonalari ishlamaydi. Bokovoyda уведомлениялар ishlamaydi. Hozir buni yangi rulovoy qo'yildi. Ustunovka qilib, programma qilib, kalibrovkalarni qilib, ishlarni sifatli qilib bitkazib berdi. Xudo xolisa, hammasi zakon ishlab turibdi. Agarda sizlarda ham shunaqa xarajat bo'lishini xohlamasanglar, rulovoy yechilayotganda mana shu narsani обязательно tortib bog'lab qo'yinglar. Keyin mana bu joyda teshigi bor. Mana shu teshigiga o'zini stoperi bor, mana bunaqa stoperi. Mana shunaqa stoper bilan temir mixga o'xshagan narsa tiqib qo'yish kerak. Rulovoy yurib ketmasligi uchun. Bu ozgina gradusga burilib ketsa, katta xarajatga tushyapti. Agarda ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga ulashib qo'yishni unutmanglar.